Laket. Tushunyapmanmi? Ha. Qisqasi hozir Umurbek o'quvchimiz duduqlanish bilan kelganlar. Agar zo'r o'tsalar, mendan gрамотный oladilar. Agar shu opamiz gapirtirganda hayajonlanib qolsalar, mendan sovg'a ola olmaydilar. Qani ko'ramiz. Duduqlanib qoladilarmi, yo'qmi eshitamiz. Qani? Savol bering opajon. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Murbek, Familiyangizchi? familiyam Tagayev. Qayerda yashaysiz? Men Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Nurafshon shahrida yashayman. Qayerda o'qiysiz yo ishlaysizmi? Hozirda o'qiyman, talabaman. Toshkent davlat Endi agrar qo'llarni ishlatmasdan, qani, qanday gaplar ekansiz, sizni qiynaymiz ozgina endi. hozirda Toshkent davlat agrar universitetida 4-bosqichda o'qiyman. Oilada necha kishisizlar? Biz oilada 3 kishimiz. Dadam, oyim va men. Qanday ranglar yoqadi yo qanday bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Men bo'sh vaqtlarimda ko'proq kitob o'qiyman va til, nafas mashqlarini ko'proq takrorlayman. Adashib qoldik. Yo'q. Sog' bo'ling, sog'ayib. Opajon, kabirat. Xizmatingizdan charchamang. Muncha chiroyli. Sizga qanday Buni ranglar ham oqiz yoqadi? Ozodbek. Menga oq, ko'k, Rosa chiroyli qizil ranglar yoqadi. Bunday yosharib Sevimli Keling, siz ham tekshirib berasiz. taomlaringiz? Mening sevimli taomlarim qonim, tokash, osh menga juda yoqadi. Tutildimi? Endi bularni tekshiradilar, sizni oson bo'lmaydi. Bemalol. Savollar bering, duduqlanadimi, yo'qmi ko'ramiz. Mana begona odam. Qani? Ismingiz nima? Ismim Umurbek. Umurbek. Necha yoshdasiz? Hozirda 22 yoshdaman. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Hozirda o'qiyman, talabaman. Toshkent davlat agrar universitetida 4-bosqichda o'qiyman. Yaxshi. Qayerda turasiz? Biroq savol Hozirda Toshkent viloyati To'ytepa shahrida yashayman. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda o'zimning soham bo'yicha injener mexanik bo'lmoqchiman. Молодец, qarsak. Bo'ldi, ertaga olasiz. Ular katta ko'p o'zingizni. Mashalloh. Qani, sizga bu bolaga savol beringchi, bu bolachamizga qani Muhammad Aziz senikaling endi qani. Bu yoqqa turib ol. Qani ko'zlariga qarab ol, savol beringchi bu bolaga. Ismingiz nima? Mening ismim Muhammad Aziz. Necha yoshdasiz? Mening yoshim 7da. Bog'chaga borasizmi, maktabdami? Bog'chaga boraman. Oilada necha kishisizlar? Biz oilada 4 kishimiz. Sanab bering. Dadam, oyim, ukam, men. Yaxshi. Katta bo'lsa kim bo'ladi? Katta kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Askar bo'lmoqchiman. Молодец. Ozgina nafas olishlarini qo'ysa, ozgina qopti. Nima deydi? Boshqarsa bunda ham o'tadi, akasiga o'xshaydi. Muhammad Aziz zo'r. Agarda chetdan qaragan odam duduq deb o'ylamaydi buni. Umuman, mashalloh, yaxshi. Bularni qanday chiroyliligini rahmat.